bo'ldi yurtboshimiz o'lgan kuni. Ko'z yoshlarim bo'ldi qator, nega takror dillar yig'lab bo'lib qulbar yurtboshimiz o'lgan kuni. Otam onam o'lgan edi, yurak g'amga to'lgan edi. 25 bo'lgan yili inson qurg'ur qaydan keldi? Tilvidanaga aytgan zamon qotib qoldik bo'lib hayron. Ajal kelibdi nogohon mustaqillik bayram tuni. 17 el mamlakatdan, o'z qadoq yapon elatdan bel bog'lashib xizmatda prezident o'lgan kuni. Ko'chalarga chiqqan xalqlar otajonim deb yig'lashar. Boshimizni endi kimsalar yurtboshimiz o'lgan kuni. Qarang, osmon qora bulut. Quyosh yuzini yashirar, tinchligini yo'qotgan ona yurt, yuraklar g'amni toshirar. Toshkent xalqi kuzatardi, shunday yurtboshining alvido deb yig'lashardi. Abadiy sizmanki endi qit'adan ko'tardilar. Oppoq o'ralgan tobutni islom dinini mahkam tutib, unutmay urf odatni. Yig'ilishib janozaga Karimov deb o'qidilar. El xalqqa joni fido, islom davom deb aytdilar. Ko'cha qidirib bo'ldi maskan, ona shahriga Samarqand, joylari ham bo'lsin jannat. Deyman doim men farog'at, ona tuproq olib bag'riga, qahramonday o'g'lonini bir tovushdan tashlablar, ona vatan tuprog'i. Mana bu prezidentimiz juda nima bo'lganlari uchun ham, shu kishini izlaridan borganlari uchun ham, keyin eng qizig'i menga ta'sir qilgani haligi Xitoy Koreyaga nima bo'lib kishilar moshin berganlar uchun chempionlarga yozganman. Quyosh oftob nuriga toblanib, bo'lg'ayibdi bir o'g'lon. Islom bobom o'ng qili Shavkat aka mir amon. O'rtada to'y bosdi, quyosh nurini dars ochdi. May prezident ishlariga xalq qo'yib og'iz ochdi. Kanista ishlari bordir, yoziq ishlari. Yotamchi ishlari may prezident omon bo'lsin. O'zbekiston g'amini yeb, sportni yo'lga qo'yib, sportchi chempionlarga ma'lum bir moshin berib, azab emas, biram men sportchi bilan birga moshinlar chiqib. Rahmat. Qancha aytib